Mayda ish vaqti turibdi, to'g'rimi? Sizni bekitib olishga haqqingiz yo'q-da. Bo'lmasam bu yerga yozib qo'ymabsiz, juma kuni ishlarga ketaman. Xo'p, kim shug'ullanadi? Unda shug'ullanadigan odamni chaqirib bering, aka. Ko'rinmayapti, yo'q-ku, hech kim emas. Yopiq. Siz shu yerda ishlaysiz, biz ichkariga kira olmaymiz. Kulgili narsalar gapirmang. Men kulgili gap gapirsam, sizni bayda kularmay, o'zingiz ham eplanmay qolasiz kulgan. Akajon, men o'zimni bosib gapiryapman, ovozimni ham ko'targanim yo'q. Nimaga jahl qilyapsiz? Qonunni biladiganlarni yomon ko'rasizlar-a? Qonunni biladiganlarni yoqtirmaysizlar-a? Yaxshi bo'ladi. Ha, unda nimaga menga jahl qilyapsiz? Men o'zimni bosmay nima qildim, aka? Men shunchaki ishimni bitkazib bergan odam chaqirib bering deyapman. Mamboka so'kinyapti. Ismi familiyasini bilmadim-ku. Shunchaki opa hozir soat necha bo'ldi? 12:30 bo'ldi. Hali obed payti ham bo'lmadi. Nimaga bu yerda hech kim bo'lmaydi? Tavba qildim. Ajoyib qilishadi. O'tgan safar quvib chiqarishuvdi. Mana hech kim yo'q.